Barcha salom sizlar bilan Arslon. Bugun men Nezerda survival qilaman. Chunki turganingizdek Nezerda. Va Nezerda daraxt bo'ladi. Qizil o'rmonda. Bittada topdim. Aytgancha bulardan versaga jasa bo'ladi. Qaranglar. Hop. Meni kim o'tadi? Gastinga Yo'q. Yo'qda, menu. Bo'ldi. Voy, cho'chqa. O'zi qizil o'rmonda mana shunaqalar ko'p. Hozirroq teparoqqa chiqib olmasam, cho'chqalar meni o'ldiribgina qo'yadi. Video chiqmaganiga ham ko'p bo'pti. Buning sababi ishlar bor-da, shuning uchun kechirib qo'yasizlar. Lekin hozir bizlarda tosh yo'q-ku, amaliyasi yuradi. Tosh topish kerak. Bazakdan esa bo'lmaydi, to'xta. O'ylanma, qayoqda tosh bo'lishi mumkin? Mana daraxtlarga to'yib olaylik. Chunki daraxt topishning ehtimoli juda ham kam. U bitta cho'chqalarga. Yo'q. Men hech qayingizga tegmayman. Davay. Orqamdan kelyapti. Yo'q, shekilli. Endi u joyga o'lsam-da qaytib bormayman. Yo'q, o'zi bitta imkon u hamayli. Endi bu cho'chqalardan go'sht olamanmi qanday? Yeblet Enderman yuribdi. Endermanning ko'ziga qaramaslik kerak. Men bu zombilarni ursang, sizlarga hujum qiladi. Bazakdan yasasa bo'larmikan? O'zi orqamdan cho'chqa qo'yayotgan. Mayli, o'zimga yana bitta imkoniyat yaratib oldim. Ikkinchi imkoniyat bu. Mayli, 3 ta imkoniyatim bor. 3 tasi ham o'lsam men botman deb qichirib beraman. Butun uyimdagilarga eshitiladigan darajada men botman deb qichirib beraman. 3 ta imkonim bor. Hozircha men bu ikkinchisi. Qoch. Men olov to'xta. Hozir bunday qilsa qochish kerak emasmidi? Biletdiki, hozir menga nima bo'ldi? Uyimda orqamda Enderman. Men botman deb qichirishni xohlamayman. Yo'q, ana bu ko'k o'rmon, yes. Chunki bu yerda Endermanlar tiqilib yotibdi. Ko'zlarga qarab qo'yma. Qoch, bazakli o'rmon yomon asabni buzadi. Ko'k o'rmon topdik, endi savalaymiz-da. Balanddan tushib ketsak mana. Men bular yordam beradi. Nimaga? Chunki zo'r narsalarda bu. Uchinchi imkoniyat. Da yashab qolalalamalalamalalamalalamalalamalalam. Men yutdim billalla. Yaxshiyam ko'k o'rmonim bor ekan. Hop, bok, bam, pim. Gidish, boom. Bam. Gilch, boom. Ana bizlarga kerak narsalarni yasab oldik. Yana daraxt. Chunki nazarda daraxt chiqish ehtimollari kam.
Ko'k o'rmonmi, qizil o'rmonmi? Mana 3-imkoniyat bu. Qiynalamiz. Bilet. Hozirning o'zida bitta endermanni chochib yuboramiz ham. Chunki hujum qilib qolsa enderman baribir kerak bo'ladi-yu. Lekin bu yaxshi g'oyaligiga ishonchim komil emas. Mayli, yaxshi g'oya. Hech narsa emas. Bilet, qayiq qanaqa yasalaydi? Mana shu ko'k daraxtdan bu ko'k daraxt hamma narsaga ham arziyaveradi. Lekin menimcha arziydigan edi. To'xta, ota-bobolarimizning usulidan qo'yamiz. Mana. Keyin hozir bittasi qochdi. Panq. Qoch. Bo'ldi. Bedrockda o'ynayotganimga yarasha urganingdan qochadi. Bitta zarba berasan, urganingdan keyin qochib qoladi. Qaranglar, ikkinchi zarbani berishga ulgura olmayapman. Iltimos. Bedrockda boltadan ko'ra qilch yaxshiroq-ku, lekin baribir bolta silga. Mana. Yo'q, senmiding, ana bo'lmaydi. Jahlni ham ocha olmaydi. Bro, bittasini har qildim. Eshitdingizlarmi? Men oddiy olamga o'tmoqchiman. Buzilgan portal topay men. Sizlar bo'lsa ender marbaritizlardan cho'zasizlar. Nima? Hozir bu yerdan ketsam eng noqulay joyda o'lmoqchi bo'lgan vaziyatimda urib qochadi. Tezlash qansiz. Qani. Senmisan? Jahlingni ochma menga, jahlcha qilma. Enderman marbaritni otib qochay desa bu yaramas ham teleport qila oladi. Bu yoqqa oy. Endi enderman marbarit ota olmaydi. Chunki 3 dona jon qoldi. U yaramas ham yarimta jon qoladimi? 3 ta jon ketadi. Oppa. Mayli. Men botman.